Assalomu alaykum kanalim obunachilari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishdagi ajoyib ko'ylakcha tikishni o'rganamiz. Bog'cha yoshidagi 3-4 yoshli qizchaga tikyapman. O'ylaringizda xo'jayingiznimi yo aka-ukalaringiznimi ko'ylaklari bo'lsa, bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Kiymay qolgan ko'ylaklaridan. Birinchi navbatda dazmol qilib olamiz, yaxshilab, g'ijim bo'lmasligi kerak va yelkalarini olib tashlaymiz, yenglarini va yoqasini ham olib tashlaymiz. Yoqasini olib tashlaganimizdan keyin yelkasini ham sotib olamiz. Kesgandan ko'ra sotsalaringiz 1 sm bo'lsa ham yaxshiroq bo'ladi, ko'proq uzunroq bo'ladi. Shuning uchun sotib olamiz va oldini mana shunaqa bir-biriga kiygizib taxlaymizda. Yelkasini tekislab kesib olamiz. Hozir bu teparoqqa chiqqan. Yelka mana shunaqa tekis qilib kesib olamiz va bel uzunligi tushib olamiz. Bel uzunligimiz 27 sm demi 29 sm qilib oldim. 28 sm qilsalaringiz ham bo'ladi. 1 sm qo'shiladi va beldan pastiga mana 10-11 sm tushib olamiz buksa uchun. Mana shu tarafdan keyin parcha qo'shilib ketadi. Va shuni tekis qilib kesib olaman. Oxirigacha kesmay turaman. Endi yelka kengligimizni 2 ga bo'lib olamiz. Yelka kengligimiz 25 sm edi. 2 ga bo'lganimiz 12,5 sm bo'ldi. Unga yarim sm qo'shib 13 sm qilib oldim. Va yelka tushundisi uchun 2 sm tushib olaman. 3 emas, bolajonlarimiz uchun 2 sm ham yetadi. Va qo'ltiq o'yindimiz uchun yelkani 2 ga bo'lib, unga ham 2 sm qo'shib olamiz bolalar uchun. Shuni to'g'risidan ko'krak aylanani olib olamiz. 4 ga bo'lib 2 sm qo'shib olib olasizlar. Qanaqa razmer bo'lishidan qat'iy nazar. Agar kengroq xohlasangiz, undan ko'proq qo'shishlaringiz ham mumkin. Belini esa bel aylanasi ham deyarli bir xil. Shuning uchun buksa tarafini salgina ko'krak aylanaga nisbatan kengroq qilib olib oldim, trapetsiya chiqishi uchun. Va uni kesib oldim. Mana bel nozikligi uchun ozgina 1 sm ichkariga kirgizib chizdim. Mana koftachamiz oldi qismi tayyor. Endi orqa qismini tayyor qilishimiz uchun har doim men oldini bichib va uni orqaga bostirib olaman. Orqaga bostirishlaringizdan oldin tugma joyli bo'lsa, tugma joyini bu yoqqa chiqarib qolgan joyini bir xil qilib bostirib olamiz. Faqat mana shu qo'ltiq tomonini, orqa kengligimizni oldiga nisbatan ozgina kengroq olamiz. Chunki orqa yelkamiz kengroq bo'lgani uchun orqa tomon sal kengroq olinadi 1 sm. Mana koftachamizni oldi ham, orqa qismi ham tayyor bo'ldi. Endi biz parparli qismini kesib olishimiz kerak. Parpar qismimizni hozir 3 ga bo'lsam kalta bo'lib qolar ekan, o'shaning uchun hozir 2 ga bo'ldim. 12 sm dan qildim. sm mana chok qo'shib oldim. 13 sm bo'ladi shunda. Tagidan qayirib olishimiz kerak parparchamizni. Mana parparchasini bitta qavatini kesib oldim. Buni yana bostirib olsak ham bo'ladi ustiga. Bunaqadan qancha ko'proq bo'lsa, o'shancha zborkali bo'lib, parparchasi chiroyli chiqadi. Bu tag qismi edi. Endi ustki qismini bundan kamroq olsak ham bo'ladi. Mana ko'ylagim o'zi kam qolgani uchun buni qolgan qismini o'zini 2 ga bo'lib olaman. Pastki parparimiz 12 sm dan bo'lsa, bu parparchamiz 10 sm lardan bo'ladi.
Mana parparchalarimiz ham tayyor. Hozir buni ochib ko'rsataman, tushunarli bo'lishi uchun. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hali tikilish jarayonida, yana ko'rsatib o'taman. Bu oldi qismimiz, mana orqa qismimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi yeng bichamiz. Yengni manjetini olib tashlaymiz. Bu qattiqroq, bolajonlarimiz uchun juda ham qattiq bo'lib qolishi mumkin bu. Mana manjetini olib tashladim va orqasidagi emblemasi tekis tushishi uchun pastdan chizib oldim va uni tekis qilib chizib olamiz, kesib olamiz va yonini ochib olamiz. Ustidagi mana aylana malla materialchamiz qo'yilgan, uni ham kesib olib tashlasalaringiz ham bo'ladi, chunki 2 qavat, ustidagini olib tashlasalaringiz kerak yo'q u. Va yeng bichib olamiz. Yengi tomi uchun 12 sm tushdim va pastiga tekis tushib oldim, chunki tagiga rezinka tortaman. Mana ikkita yengimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shu tarafini tikib olaman va overlock qilib olaman yengi uchini. Mana endi qolgan yengimizni tepa qismidan yana parparimiz ko'proq zborka bo'lib turishi uchun bu tarafdan ham kesib olamiz. Ozgina bo'lsa ham zborkamiz ko'payadi. Mana oldi tepa qismiga ham bichdim, pastki qismiga ham bichdim. Parparlarimizni endi mana shunaqa qilib ulab olamiz. Mana ulab oldim va tagini overlock qilib oldim. Notekis joylarini tekislab kesib olamiz. Mana bularning ikkalasi ham tayyor bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz koftani bir-biriga qo'shib yonlarini tikib olamiz va tikib bo'lganimizdan keyin mana tikib oldim. Tagini tekislab olamiz. Qiyshiq joylarini tekislab kesib olamiz. Endi mana plankamiz bizga oxirigacha qo'yilishi kerak. Shunaqa ulashimiz kerak. Ulashimizdan oldin yana bitta qiladigan ishimiz bor. Qora materialdan, mana shunaqa materialimizdan men 7-8 sm da qilib oldim. Mana shunaqa qilib mana 7 sm oldim, chunki buni sababi mana buni pastdagi parparimizni ulaymiz va ustidan kalta parparimizni ulaymiz. Birinchi mana kesib olgan qora materialimni bir-biriga ulab olaman. Materialni tekis qilib kesib olsalaringiz bo'lmaydi. Mana shunaqa qiya ko'rinishda bichish kerak. Chunki koftamiz qiya bo'lib, aylana bo'lib turibdi, etagi trapetsiya bo'lgani uchun tekis qilsalaringiz ikkita yondagi parparini tortib to'rtburchak ko'ylak bo'lib qoladi. Buni mana bunaqa ko'rinishda qilsalaringiz trapetsiya ko'ylak bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz parparimizni taglarini qayirib olamiz. 1,5 sm da qilib. Mana bu tepa parparimiz. Mana bu parparchamizni ham 1,5 sm da qilib
oxirigacha tikib olamiz buni ham. Va bu tarafiga zborka tortib olishimiz kerak. Zborka tortish uchun mokiga rezinka qilib qilsalaringiz ham bo'ladi, oddiy ipda tortsalaringiz ham bo'ladi. Buni hozir ikkita chop qilib yurib birga tortganimizda juda ham chiroyli zborka chiqardi. Men lekin bitta tekis chop tortib qildim. Ikkinchi parparimizga ham xuddi shunaqa qilib chok tortib olamiz. Ya'ni zborka uchun. Zborkalarimizni endi tortib, etagimizni kengligi bo'yicha zborkani tortib olamiz oxirigacha. Mana shunaqa ko'rinishda etagimizni kengligi, uzunligi qancha bo'lsa, o'shanga moslab zborkani oxirigacha tortib olamiz. Bunisiga ham xuddi shunaqa qilib zborka tortib olamiz. Mana tepa parparimizni ham zborkasini tortib oldim. Endi qora mana bu materialimizga bir-biriga qo'shib olamiz buni. Zborkani mana shunaqa qilib oxirigacha bir tekis qilib tikib olamiz. Mana tepasini ulab oldim. Endi pastini mana shunaqa qilib tikib olamiz. Zborkamizni qo'shgunimizcha bir xil qilib, zborkani bir xil taxlab tiksalaringiz, parparlar ham ajoyib bir xil bo'lib, zborkali bo'lib chiqadi. Bir tarafiga ko'p, bir tarafiga kam bo'lib qolmasligi uchun zborkani birinchi taxlab olishlaringiz kerak. Yaxshilab tortib olib, kam ko'p bo'lib qolgan joylarini mana shunaqa yordam berib, tarqatib tikish kerak. Mana parparchamizni ikkita qavat ham tayyor bo'ldi. Endi buni ko'ylagimizni etakchasiga ulab olamiz. Qora tarafidan tiksalarsiz, chunki unda chop ipi turibdi. O'shani ustidan, yonidan 1 mm ichkaridan tikib olsalaringiz, parpar choklari ko'rinib qolmaydi. Mana parparimizni ham ko'ylakchamizga qo'shib oldik. Endi qiladigan ishimiz yelka qismlarini qo'shib, yenglarni qo'shib olishimiz kerak. Albatta, overlock qilamiz chiroyli qilib. Mana shu yon tarafga qarang, quyosh bo'lib chiroyli bo'lib chiqadi. Boyagi qora materialimizni trapetsiya qilib bichishimiz kerak. Endi yelkalarni qo'shib tikib olamiz. Endi yangi qismini ko'rsataman. Yangi qismini tagini 1,5 santimetrda qilib qayirib olamiz. Chunki bunga ochiq holatda rezinka qo'yish osonroq. Rezinkani bilak aylanachasini o'lchab, undan ham sal kamroq qilib olasizlar. Chunki tikkan vaqtda rezinka cho'ziladi va keng bo'lib qoladi. Mana rezinkani ikkita yon tarafini tikib olinadi. Tepa qismidan ham, past qismidan ham tikiladi. O'rtadan bitta tikilsa, uncha chiroyli chiqmay ko'tarilib qoladi. O'shaning uchun rezinkani qanaqa enlilikda bo'lsa ham ikkita tarafdan tikilsa juda ham chiroyli chiqadi. Va endi mana shunaqa qo'shib olamiz. Endi qiladigan ishimiz tugma o'rnimizni tikishimiz kerak. Tugma o'rnimizni tikishdan oldin men parparni bir-biriga qo'shib tikib olamiz.
qo'shgunimcha mana tepa qismida 0,5 santimetr chok qoldiramizda. 0,5 santimetrda oxirigacha ko'ylagimizning chapki tarafidan tikib olinadi. Mana tikib oldim. Endi qiladigan ishimiz parparchasini taxlab olamiz. Tepasini qayirib oldim. 0,5 santimetr 1 santimetr oralig'ida skladkacha taxlab olamiz. Mana parparchamiz ham tayyor. Endi bu plankamizni o'ng tomonidan 0,5 santimetr chokda qo'yamiz buni ham. Endi mana tepa qismini qayirib olib, ustiga bostirish kerak. Undan oldin qiladigan ishimiz bu planka bilan ko'ylakni qo'shgan joyimizni tagidagi chokini ko'ylak tarafga qaratib qayirib olamizda 0,1 santimetrda bostiramiz. Chunki ko'ylak ko'tarilib qolmaydi. Dazmol qilganda ham ko'tarilib qolishi mumkin, qo'pol bo'lib, o'shaning uchun chokini bostirib olamiz. Endi mana buni parparchasini o'ng tarafga qayirib, parpar bilan planka o'rtasidagi chokdan tekis qilib yurib olamiz oxirigacha. Plankamiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Mana ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib, birinchi chap tarafidan qo'shib, keyin o'ng tomoniga mana shunaqa qilib parpar bilan to'g'ri chokimizni plankamiz o'rtasidan to'g'ri chok yurib olamiz. Mana tag qismlari ham chiroyli bo'lishi uchun parparcha qo'ydim. Qo'ymasa ham bo'ladi, endi qo'yganda chiroyliroq bo'ladi. Ikkita parpariga ham mana parparchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'ylakchamiz deyarli tayyor, ozginagina ish qoldi. Endi biz bunga yoqa bilan yeng qo'yishimiz kerak. Mana yengchamiz ham tayyor qilib qo'yganman. Yengimizni tikish uchun mana tepasiga, o'rtasiga metka qo'yib olamiz har doimgidek va tepasidan 0,5 santimetrda chok yurib olamiz va bir taraflama ipni tortib olamiz. Zborka yig'iladi shunda. O'rtada yengni o'rtasiga uchburchakcha qilib kesib qo'yganman. O'sha yelka qismiga to'g'ri kelish kerak. Qo'ltiq tarafdagi chok esa qo'ltiqqa to'g'ri kelish kerak. O'shanda yengimiz aylanib ketmaydi. Mana yelka chokimizni o'rta metkamizga to'g'rilaymiz va shu tarafiga bulovka qadab qo'yasiz. Mana qo'ltiq choki qo'ltig'iga to'g'ri kelish kerak. Shunaqa qilib mana yengini aylantirib tikib olamiz. Zborkalarini bir xilda beramiz. Bir tomonga ko'p, bir tomonga kam bo'lib qolmasligi kerak. Yengchamiz ham tayyor bo'ldi mana. Endi yoqamiz qoldi. Yoqamizni bichishimiz uchun mana shunaqa ko'rinishda yelkani bir-biriga kiygizib mana shunaqa qilib aylanasini o'lchab olamiz. 17 santimetr chiqdi. 18 santimetr qilib olaman. Choki bilan ikkita tarafdan chok bo'lsa, o'rtaga chok tushsa 2 santimetr qo'shib olamiz.
hozir orqa tarafiga chok tushyapti. Men 18 sm qilib oldim, chunki bu tarafi, old tarafi tikilgan. Agar tikilmaganda 2 sm da chok qo'shardim. Hozir 1 sm qo'shsam yetadi. Endi yoqasini ham xuddi shunaqa qilib 17 edi, 15 sm qilib olsak ham bo'ladi. Men bu tayyor yoqib bo'lgani uchun plankadan chiqqanini, poyezddan chiqqanini kesib olyapman. Agar materialdan tiksalaringiz, stoykasiga nisbatan yoqasi, varatnigi 2 sm da kam bo'lishi kerak. Endi ulab bo'lganimizdan keyin stoykamizni ham xuddi shunaqa ulab olamiz. Stoykamizni ham ulab oldim. Buni orasini ochib dazmol qilib olsalaringiz tikilishga oson bo'ladi. Mana shunaqa qilib orasini ochib dazmol qilib olish kerak. Endi yoqamizni bir-biriga qo'shib tayyor holatga keltirib olamiz. Mana shu burchak qismlariga ignani chiqarmasdan zakrepka berib qayrib olsalaringiz surtilib ketmaydi. Choklaringiz sifatli chiqadi. O'sha burchaklarchalarini mana shunaqa qiya qilib kesib tashlaymiz, chunki o'ng qilganda do'ppayib shishib qolishi mumkin. O'ng qilamizda buni yaxshilab dazmol qilib, ustidan 0,5 sm da chok yurib olamiz. Mana shunaqa qilib burchaklarni chiqarib olishimiz kerak. Mana yoqalarimiz tayyor. Mana dazmol qilib oldim va 0,5 sm da chok yurib olamiz endi. Mana shunaqa qilib yoqasini bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Stoykamizni ichiga yoqani qo'shib tikib olamiz. O'rtachoq qilgandim, ikkalasiga ham o'rtachoqni bir-biriga to'g'ri keltiramizda oxirigacha mana shunaqa qilib tikib olamiz. Mana bir tarafini tikib oldim. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib yopib tikib olamiz. Va endi yoqaga qo'yib olamiz. Yoqaga qo'yishimiz uchun yoqamizni, tayyor qilgan yoqamizni bir qavatini ko'ylakka qo'shib olamiz. Ko'ylakni o'ng tarafidan tikiladi. O'ng tarafiga tagi tomoniga yoqani qo'ysak, shunda o'ng taraf bo'ladi. Keyin va ko'ylagimizni mana tikib oldim. Endi chokimizni ichiga kirgizib yuboramizda, mana shunaqa qilib. Mana shunaqa ko'rinishda ajoyib chiroyli qilib choklarni ichiga kirgizib olib
ustidan 0,1 santimetrda chok qilib stoykamizni chetidan tikib olamiz. Mana yoqachamiz ham tayyor bo'ldi. Endi bunga knopka qoqishimiz kerak yoki tugma tikishimiz kerak. Menda knopka bor, o'shaning uchun knopka qoqib olaman. Mana ko'ylakchamiz tayyor bo'ldi. Bemalol buni bog'chaga, mehmonga kiyib borsa ham bo'ladi. Ajoyibgina ko'ylakcha chiqdi. Knopka yo tugma qadasalaringiz ko'ylagimiz yana ham chiroyli bo'ladi. Shuning bilan bugungi videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Agar birinchi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarimni Xudo xohlasa yaxshi videolar, foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' omon bo'linglar.